2024-yilda eng trendda bo'lgan panda fasondagi yotoqxona mebeli bo'lgan bo'lsa, 2025 ga do'stlar kutib olinglar. Xudo xolasa Andijon Yusuf akalarimiz mebelni juda injig'ini yasab berishibdi. Hali bu narsa bozorga chiqqani yo'q. Birinchi bo'lib biz syomka qilyapmiz. Ko'rib bitta baho berasizlar. Har xil turdagisini, fasondagisini yasab berishgan. Xudo xolasa do'stlar, videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, juda katta skidka qilingan ekan. Sababi 2024 da juda ko'p bo'ydoqlar bitta mebelni orqasidan uylanolmadimi? Muhammad Ali akam chiroyli qilib skidka qilib beradi. Aka assalomu alaykum. Aka bitta chiroyli skidka qiling, ana shu uylanolmaganlar ham baxtli bo'lib ketsin. Qilib beramiz xudo xolasa. Yotoqxona komplekslarimizda har xil yangilik fasonlarni ishlab chiqarganmiz xudo xolasa. 2025-yilga 6 xil, 7 xil modelimiz bor, yangilik modellar. Narxlari har xil, arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. O'ziniz sarf xarajatiga qarab turib narxlari kelib chiqaradi xudo xolasa. Aka bo'lmasam qarang, bularda ko'rinishi bir xil bo'lgan bilan, lekin dizayni har xillari bor ekan. Bor. Birinchi bo'lib aka shu boshidagidan boshlaylik. Narx-navosi, razmerlari, bundan tashqari bular yonga ochiladigan ekan. To'g'risi, mana ruchkalariga ham bitta e'tibor beringlar-da. Men haqiqatan tan berdim, bor. Haqiqatan yomon ishlab qo'yishibdi. Zamat ko'kromkalar qilingan. Oynali joylarni ham qaranglar. Bilinmaydigan qilib. Gap yo'q lekin. Aka, bitta boshlab berasiz endi. Yotoqxona komplektlarimizga aka spalni, ikkita tummichkasi, tryumosi, bitta taburetkasi, shkaf kiradi. Xo'p, bularning materiallari rossiyskiy laminat, chekalari polniy zavodskiy kromka bo'lgan. Dazmolda, qog'ozda, kleyda yopishgan joylari hech qayerda yo'q. Hamma yo'g'i stanok, germanskiy stanoklarda yopishgan xudo xolasa. Plastmassa narsa bo'ladi, ko'chib ketmaydi xudo xolasa. Materiallari ham rossiyskiy laminat, shilinib, qirilib ketadigan joylari yo'q. Shkaflari 6 ta eshikli, ikkala chekasi bishilka bo'lsa, o'rtasi polka qilib ishlangan. Xudo xolasa mana o'rtalari bemalol kiyim taxlab qo'ysa bo'ladi. Kiyim taxlab qo'ysa bo'ladi. O'sha-moshalari ham vakuumli sekin o'zi tortib oladi. Bu tomoni ham xuddi shunaqa kiyimilgan, tepada bosh kiyim qo'ygani polkalari bor aka. Gap, ona trimosi ham boshqacha chiqdi. Trimolari ham go'zal holatda chiqqan. Tagida ikkita tortma, tepasida ham ikkita tortmasi bor. Bu yerga bemalol stulchigini qo'yib foydalansa bo'ladi. Svetinglari ham aka 3 xil rangda yonadi. Ramkalari ham butun qilib ishlangan. Unaqa sinib ketadigan boshqa orqasi pustoy narsa emas. Bemalol urib foydalansa ham bo'laveradi. Urib ko'rsatib beryapman, urib foydalanadi deganim emas. Bu bilan baquvvat ishlanganini ko'rsatib bermoqchiman xudo xolasa. Spalniga ham o'zgacha chiroyli holatda chiqqan. Bu yil 2025-yilga yangilik narsa xudo xolasa. Bosh tomonlari ham, figuralari ham polniy butun ishlangan. Ikkita tummichkasi, ikkitadan tortmasi bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa svetinglari bo'ladi. Svetinglari bor do'stlar. 3 xil svetinglari aka mehkiy qilib ishlangan, unaqa po'kay, unaqa narsa emas. Polniy machalkada mehkiy materiallarga ham e'tibor berasiz. Juda go'zal materiallarni foydalanib qo'yganmiz, kombinatsiya qilib, korpusga moslab, oq hamda korishniy rangda bosh tomonlariga ham kombinatsiya qilib ishlaganmiz. Uni rasvetkasi juda ko'p, xohlagan rangini qilib beraveradi. Juda ko'p aka, mana ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlagan rangida qilib bera olamiz mana. Bosh tomonni kimga qanaqa rangga yoqsa, xohlagan rangida qilib bera olamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Buni oyoq tagida nimasi ham bor ekan. Xo'p, bu aka, bu komplektimiz bilan buni ko'rsatib berasiz. Bu komplektimiz tashqi ko'rinishi bir xil, faqat fasad rangida farq qiladi. Bittasida ko'rsangiz bo'ladi, tarag'i kattaroq ishlangan, bittasida mayilroq ishlangan. Bitta komplektimizni ruchkasi MDF'li katta ruchka qilib ishlangan, bittasida oddiy ruchka qo'yib ishlangan. Lekin oddiy ruchka qo'yib ishlangan oyoq tomonda sofasi bor. Alohida mana o'tirib foydalansangiz bo'ladi. Addeniy qilinadi, ishlari do'stlar qaranglar. Sondiq bo'ladi. Qilib ishlangan, kiyim-kechaklar bemalol qo'ysa bo'ladi. Bunisida MDF'li qilib ishlangan ruchkamizda oyoq tomonda sofasi yo'q, lekin oyoq tomoniga mehkiy qilib bosh tomon figurasini berganmiz bunda ham. Narx-navosi ikkalasi bir xilda chiqaradi. Bittasida ruchkasi bor, bittasida oyoq tomonda sofasi bor. Ikkalasining narxini bir xilda qilib qo'yganmiz. Bittasiga ruchka, bittasiga sofa qo'yib qo'yganmiz. Narxi bir xil chiqaradi. Necha puldan beramiz aka bularni? Xo'p, aka, yotoqxona komplektimizni bo'ydoqlarni qiynamaydigan qilib gapiring aka. Dangalni aytib beraylik, videoda oxirida aytamiz, cho'zmaymiz aka. Yotoqxona komplektimizni vodiy bo'yicha dastavka, ustanovka yetkazib olib borib o'rnatib berishlari bilan ortopedический matrasi, ikki tomonlama 3 yil garantiyali matraslar. Pastda sondiqlari ham bor. Sondig'i bor. Taylarga ham laminat qilib ishlatilgan. Hech qayerga prosto displey unaqa narsa, oddiy narsa, kleyli narsalar ishlatilgan joyi yo'q, xudo xolasa. Vodiy bo'yicha dastavka, ustanovkalari bilan 750 dollardan olib borib yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. 750 dollar. 750 dollardan olib borib beramiz. Hozirda biz o'zimiz shuni 750 dollar sotayotgan bo'lsak, Toshkent, Samarqand, Buxorolarda ham ko'rsa bo'ladi, magazinlarda bor, Toshkentlarda 1000 dollar, 1200 dollar atrofida shu formalarni sotishyapti. Birinchi qo'l ishlab chiqarish sexligi uchun aka 750 dollardan olib borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar 750 dollardan menimcha narxiga vaqti stoyishi o'zi dizaynga bitta e'tibor bersalaring, ko'rgan odam aka o'zi sirazi
olaman deydi-da buni. Ruchkalarga e'tibor bering, aka bir xilda qilib ishlangan, bosh tomoni figuralari tushgan, boshqacha chiqqan xudo xolisi. Bu ham haqiqatda juda chiroyli ekan do'stlar. NDF dan ruchkalar qilingan ekan, qaranglar, katta qilib. Bu tomon o'sha kuyov bolaga bo'lsa, bu tomoni kelin bolaga o'rtasi polkali, oynali bo'lgan. Tremolari ham xuddi shunaqa 3 xil svetda yonadi, diodlar qo'yib berilgan. Bu tomondagimiz bu bilan bir xil ekan, faqat ichi rangi boshqacharoq bo'lgan ekan. Bu tomonda aka bir xil kimdir kombinatsiya bo'lgan svetni xohlaydi, kimdir ochiqroq svetni xohlaydi. Bunda bir xil ochiq svet ishlaganmiz, faqat bosh tomoniga to'qroq svet ishlatib qo'yganmiz. Xohlasa, aytganimizdek materiallari har xillari bor. Xohlagan materialni mana xuddi shu materialni ko'rsatsangiz bo'ladi yaqinda. Xohlagan rangidan qilib beramiz mana. Xuddi shu bosh tomondagi figurasi xohlagan rangida, xohlasa bir xil, xohlasa kombinatsiyasini tanlab ola oladi, qilib bera olamiz, xudo xolasa. Buniki Bu kupeli varianti aka. Xuddi shu variantni kupeligi. Bunga xuddi shu ikkala chekkasi vishilka bo'ladi, o'rtasi polka, tepada seyflari bo'ladi. Mana ko'rsa bo'ladi. Tepada seyf, polkalari bor. Oynalari ham chizilgan holatda, mana chekkalari bo'lmay farset qilingan, qo'l kesmaydi, xudo xolasa. Chuqurligi ham chuqur 60 sm bemalol vishilkalarni qo'ysa ham qayrilib qolmaydi, xudo xolasa. Trimolari ham bir xil ishlangan. Tepada ikkita tortma, pastda ikkita tortma, bu yerga stulchilarni qo'ysa bo'ladi. Svetlari aytganimizdek o'chib yonadi. Xil ko'rinishda yonadi. Bu yerga mana stulchigini bemalol qo'yib foydalansa bo'ladi. Gap yo'q. Buni ham narxi 750 dollar. Bunisining narxini aka 730 dollar qilib beramiz. Vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi bepul. Kupeli variantini 730 dollar qilib beramiz. 730 dollar gap yo'q lekin. Ona haqiqatda do'stlar, dizaynga e'tibor berasizlar. Endi Muhammad aka buni chiqaryapmiz, ish qilib, ertaga ko'payib ketmasa bo'ldi-da, bilasizmi? Mana shu aka panda fasonda chiqardingiz. To'g'risi video qildik, zo'r ketdi videosi. Shundan keyin hamma panda fasonga o'tib ketdi. Yangilikni boshlab beryapsiz, keyin 24-yil panda modelimiz, laminatli emas, formamiz xudo xolasa bilmayman bir ancha xonadonlarga yetib bordi. Juda ko'p xonadonlarga yetib bordi. Trendga chiqqan model mana shu xudo xolasa. Buni kommentariyaga olganlar yozib berdi, xudo xolasa juda ko'pchilik olib foydalanadi. To'ppa-to'g'ri. Bu nech pul endi aka? Aka, buni narxi o'zgargani yo'q, shunday narxi 650 dollar, vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi bepul. Qolgan joylarga kelishilgan holatda dastavkasiga ozroq qo'shilib qoladi. Do'stlar, buni ham materiallari rossiyskiy laminat, zavodskiy kromka qilingan. Matraslari ortopedический, ikki tomonlamali pasta sondiqlari bor, oyoq tomonlari ajraydi, bag'da sondiq qilib ishlatsalar ham bo'ladi, kupeni variantda bo'ladi. O'zi buni juda ko'p odam ko'rgan, 650 dollardan tumbalari ham, diodlari bor, xuddi Trimoga o'xshab yonib turadi. Gap yo'q, xudo xolasa buni 650 dollar qilib beramiz. 650 dollarga. Buni 730 bularni 750 dan beramiz. 750 dan olib borib chiroyli qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Gap. Shuni bo'yda aytib ketamiz. Buni foydalanuvchilarga chiqargan bo'lsa, bizdan olib foydalanuvchilar bo'ladi, magazinlar, ularga kelishilgan holatda narxini tushirib beramiz. Optim narxga kelishilgan holatda. Endi ular optimchilar. Optimchilarga tushirib beramiz, iloji boricha qo'ldan kelgancha. Bu yerda yana yangilik modellarimiz bor, bularni ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Bularni tumbasi juda boshqacha chiqibdi, mana shuniki. Xo'p, bu modelimizni ham ko'rsangiz bo'ladi aka. Bunda ham spalni, shkaf, remote, hammasida bir xilda komplet 7 ta narsasi bo'ladi. Ortopedический matraslari bilan. Spalni ikkita tumbasi bilan svitinglari o'zgacha yonadi buni ham. Kapalak ekan, ha? Kapalak osonda 3 xil svetda yonadi bu ham, xudo xolasa aka. Yana bitta gapni aytib beraman. Svitinligi o'zgarib qolishi mumkin. Bundan yaxshi chiqsa, bundan yomon emas. Bundan chiroyli, bundan yaxshi chiqargan bo'lsa, o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Video davomida shuni aytib beramiz. To'g'ri. Yomonini qo'ymaymiz, yaxshisi bundan chiroyli chiqargan bo'lsa, o'ziga yarashaganini qo'yishimiz mumkin. Buni ham svitinlar yonadi, bu trimosi ham yonadi. Trimosi ham yonadi, atroflari trimosi ham yonadi. Tumban tepalari ham ochiladi mana aka, e'tibor berib ko'rsangiz, tumban tepasi ham sekretniy joylari bor. Plus tagida tortmalari, trimon ikkala chekkasi eshikli, ichida polkalari ham bor. Ichlariga da zavodskiy kromka bo'lgan. Ichkari chiqib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, ko'chmaydi, xohlasa. O'rtasi tortma, tagiga stolchigini qo'ysa bo'ladi, bu tomoni ham eshik. Buni tepasidan ham foydalansa bo'ladi. Tillagan shunaqa narsalarga qo'ysa bo'ladi. Diodlari bilan yonadi. Ammo trimosi ancha katta chiroyli chiqqan ekan. Trimolar chiroyli, stulchilari ham mягкий qilib ishlangan, xudo xolasa. Shkaf ikkita eshikli kupeli bo'lgan aka. Bir tomonni ochadigan bo'lsangiz, tepada kalta kiyimlarni qo'ysangiz bo'ladi, tagiga taxlanadigan narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Yana bir tomonni ochadigan bo'lsangiz, mana uzun kiyimlarga, bosh kiyimga seyflari bor aka, xudo xolasa. Ini ham chuqur qilib 60 sm qilib ishlangan. Oynalari ham spaniyni bosh tomoniga moslab gullar chizib qo'yganmiz, oynasiga mana ko'rsangiz bo'ladi. O'zi yarashgan holatda, xudo xolasa. Bu endi xuddi mana shuni kecha boshqacha o'zgargan ekan, bu. Xuddi shuni aka, xuddi shu modelni massivida ham bor. Xuddi mana ko'rayotgan rangingizni bu modelida ham bor. Endi joyimizga sig'maganligi uchun bitta-bittadan qo'yib qo'yganmiz. Hammasining ikki xil rasvetkasi bor. Mana shu yerda ko'rsatayotganki ishimizni hammasining ikki xil rasvetkasi bor. Qo'y.
Buni ham aka ikkala chekkasida svetiliklari bor. Yaqincha 3 xil. 3 xil ko'rinishda yonadi. Bosh tomonlari ham mexki qilib ishlangan, unaqa to'lqin joylari yo'q. Xudo xolasa hammasi machalkada moshi materiallarda ishlangan, xudo xolasa. Tummasi tepasida uni ham sekretniy joylari bor. Mana ochiladi aka. Bu umuman bilinmaydigan qilib Umuman bilinmaydi, xudo xolasa. Tillab yurgan shunaqa narsa ishlari ham chuqur, unaqa kichkina emas, ancha chuqurligilar. Qo'limga ko'rsatsangiz bo'ladi, 15 sm bu yoqda narsalar qo'ysa bo'laveradi. Pastda eshiklari bor mana aka. Bu ham oshxonashlari vakuum qo'yilgan, xudo xolasa. Buni trimosi ham boshqacharoq chiqqan ekan. Tagida 3 ta tortma, tepada kichkina bitta tortmasi bor. Bu yoqda katta narsalar qo'yilgan, bitta eshik qilingan, xudo xolasa. Eshiklari ham moshni, xudo xolasa. Buni ham chekkalari diodlari bor. Bir xil mana shu bo'lib 3 xil svet yonadi aka. Svet yonadi bu ham, xudo xolasa aka. Ichlari barqitning qilib ishlangan, maza qilib foydalansa bo'ladi, xudo xolasa. Shkafi, buni ham shkafi aka, hozir ko'rsatganimizdek bir xil, bir tomoni tepada kalta kiyimlarga, pastga taxlagan narsalarni qo'yadigan bo'lsa, yana bir tomoniga uzun kiyimlar, sef, bosh kiyim shunaqa narsalar qo'ysa bo'ladi, mana bu xohlasa. Ishlari ham chuqur qilib ishlangan aytganimizdek. Narxlari-chi aka bular? Xo'p, aka bular narxi vodiy bo'yicha dastavka uстановkamiz o'zi mutlaqo tekin, yana bir qator aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. $650 bularning ham narxi. Bunisi ham narxi $650 vodiy bo'yicha yetkazib, olib borib, o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Shu narxda chekib ketadi. O'tgan modelimizdan bu ham bor. Buni ham narxi $650, bu ham dastavka uстановkalari bepul holatda. Dastavka uстановkalari. Trimosi mana. Bu trimosi va'da turibdi ana do'stlar. Trimosi bu tepada katta oynasi, chekkasida mana aylangan sekretniy joyi bor. Seyflari ham bor. Orqasi seyflarigacha bor. Gap yo'q. Qo'yin. Buni ham xudosa 650 ga boraveradi. Bularni ham $650 ga olib borib, anaqa uстановка holatlarini qilib beramiz aka. Endi xudo xolasa aka, telefon qilishadigan bo'lsa, jichcha-picha narxdan o'tib berasiz. Ha, xudo xolasa hozirgi paytga bonuslarni qilib beramiz aka. Iloji boricha qo'ldan kelgancha bonuslarni qilib beramiz. Bonuslar qilib beriladi. Do'stlar, xudo xolasa akamiz to'liq ma'lumot berdi degan umiddamiz. Video pastda nomerlari bor, WhatsApp, Telegramlari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. O'zbekistonda 13 ta viloyatdan qo'rqmasdan telefon qilsangiz bo'laveradi. Telegramdan o'zlari kataloglar tashlab berishadi. Sizga yoqqani bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi, uстановkasi o'zlari borib o'rnatib berishadi. Faqat baland qavatli binolarga bas. Shu faqat hovli uylarga yoki birinchi etajlarga, agar tepada 2-chi, 3-chi, 4-chi etajli bo'lgan bo'lsa, o'zlari yordam kuchi beradi. Bizdan yo bitta odam boradi, yoki ikkita odam boradi. Ko'proq bitta odam boradi, ham shoferimiz, ham o'zimiz uстановщimiz bo'ladi aka. Bu uyda bir ikkita yo 3 ta yordamchi bo'lgan bo'lsa, 15-20 minut vaqtini oladi hovli uyga olib kirish uchun. Unaqa 1 soat, 2 soat, 3 soatlik uстановка yo'q bu yerda. 15-20 minut, yarim soat uzog'i bilan vaqtini oladi, uстановка qilib chiqib ketadi. Xudo xolasa. Do'stlar, faqat o'sha domda yashaydigan, etajda yashaydigan, lekin 2-3 etaj bo'lsa, jicha yordam berib yuborasizlar. Ya'ni ish kuch tomonlama qolgan taraflama hamma narsasini o'zlari qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, vodiyga dastavka, uстановка mutlaqo tekin bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Voha tomon, Toshkent tomonlarga kelishilgan holda xudo xolasa yetkazib beriladi. Kommentariyada yozib qo'yinglar do'stlar, haqiqatda fasoni misolani o'zimga yoqdi. Mana shu fason yoqdi deganlar, bizga ham yoqdi, nasib qilsin, yo bo'lmasam biz ham olamiz deb kommentariyaga yozib qo'ysalaring, like bosish esdan chiqmasin, chunki sizlarning bosgan layklaring shu mebelni oqtarayotgan odamni do'stlar to'g'risi YouTube'da, ya'ni reelsida chiqadi, manfaatlaring tegan bo'ladi. To'liq ma'lumot bo'ldigan umiddamiz, sog' bo'linglar.